Assalomu alaykum. Qishloqdagi Amerika podkastimizdagi navbatdagi soniga xush kelibsizlar. Xudo xolasa sizlar bilan bugun eng zo'r shogirdlarimizdan bo'lgan Behruzbek shogirdimiz bilan suhbat qilamiz. Hozir Behruzbek bilan bankdan borib $3000 ga yaqin pul yechdik. Mana shogirdimiz kelyapti. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz, charchamaysiz? Ishlar zo'rmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Mana Behruzbek shogird bilan ko'rishib oldik, xudo xolasa. Hamkorbank yoniga keldik. Hozir pul olamiz. Qanaqa aka? Zo'rmisiz? Yaxshi, zo'r. O'zingiz yaxshi keldingizmi aka? Yaxshi, rahmat. Ishlar qanday ketyapti? Zo'r, xudo xolasa. Yaxshi hammasi. Tinchmi? Necha pul yechamiz bugun? Bugun nasib bankda. Qurtamizmi? Men ham oldin faqat shu bankdan olardim. Ha, shu, menga ham shu bank qulaydi. Hamkorbank. Ol emas. 9 yil shu bankdan olgan ekanman men ham. Ha, mana shu. Barakali bank. Barakali bank, to'g'ri. Juda ko'p pul olib chiqaman da. Shogirdimiz pul olyapti. Mana oldingiz bergan qamatni ko'raylik qani. Hech pul chiqibdi bugun. Bu joyda mana $3080. Zo'r, barakasini bersam. Bosavering shuni ham. Bu pulni sanab oling. Rahmat. To'g'ri. Yangi pul sanash qiyin-da. Qiyin, yangi pul sanash. Behruzbek o'zini qanaqa bu yo'nalishga kelib qolganligi, necha pul ishlashligi, qanaqa qiyinchilik borligi, qanaqa nishalarda ishlashi, biz kursimizga qanaqa kelib qolganligi, bir gap bilan aytganda, hozir sizlar bilan Behruzbekni fonni ochamiz va o'zini fikrlarini yo'l-yo'lakay sizlarga bildirib ketaveradi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Ismim Abduqodir Behruz, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahridanman. Yaqinda Qarshi davlat texnika universitetini tamomladim. Nechinchi yil? 2005. Qachon YouTube'ga kirib keldingiz? YouTube'ga 2020-2021 yil oralarida kirib kelganman. Birinchi o'zim mustaqil oddiy telefon bilan, bitta Redmi telefon bilan o'rganishni boshlaganman. Boshida oddiy telefon bilan boshlagan ekansiz. Hozir borib bankda $3000 yechdik. Emosiyasi qanaqa bo'ldi? Emosiyalar juda boshqacha. Endi oddiy shunday uyda o'tirib shuncha katta pul ishlash albatta o'zini gashti boshqacha bo'ladi. Emosiyalar juda boshqacha, ayniqsa bankdan borib yechishda o'zgacha gashti bor. O'zi aslida kartaga ham tashlatib olsa bo'ladi, vizaga, lekin men aynan shu bankdan yechishni ma'qul ko'raman. Dollarda sanab olish, dollarda sanab olish boshqacha bo'ladi. Beli qayrilmagan dollardan sanab olish mazza bo'ladi. Ko'pchilik savol beradi o'zi bizlarga. Men o'zimni shaxsiy kanalimda ham aytgandim. Behruzbek shogird bilan podkast qilyapmiz. Qanaqa savollaringiz bor degan paytda ko'pchilik so'rayapti, qancha vaqtda natija chiqdi, eng ko'p ishlagan puli qancha bo'ldi, umumiy qancha pul ishlagan, o'zi qanaqa qiyinchiliklar bu sohani bitta ochib bersa yaxshi bo'ladi degan ekan. Men sizga ketma-ketlikda o'zimizning muxlislarning birinchi savollarini berib olaman. Lekin o'zimning bir ikkita shaxsiy savollarim bor, ularni berib yo'l-yo'lakay suhbat davom ettirib ketaveramiz. Xo'p, keling, shu paytgacha aniq bir qanaqa raqam ayta olasiz? Necha pul mana shu YouTube'dan pul topdingiz? Shu paytgacha o'zimni taxminiy hisob-kitobim bo'yicha $25,000 atrofida ishladim. Qancha vaqtda bu? So'nggi 1,5-2 yil ichida. Assalomu alaykum. Mening ismim Abduqodir Behruz. Men shu Oybek Bozorovning kursida o'qib, mana yaqinda ochgan kanallarimdan bittasini ko'rsatmoqchiman. Hop, iyun oyida kanalim 1,800,000 prosmotr va $1,700,000 ga yaqin pul ishlagan. Hop, kunlik daromadlarni ko'ramiz. Kunlik daromadi mana sekin-sekin o'sib kelgan va $100 dan ham oshiqroq pul topgan davrlar bo'lgan. Hop. Endi buni misol o'zbek so'miga ham qo'yib ko'rsatib beraman. Hop, o'zbek so'miga qo'yamiz.
O'zbek so'miga qo'ysak, mana 20 milliondan oshiqroq pul bo'lar ekan. Hop, kuniga mana 1 million 200, 1 million 900 ming, 800 ming atrofida pul ishlab kelyapti. Assalomu alaykum. Men Abduxatov Behruz. Oybek Bozorovning IP kursida o'qib, kursni boshida ochgan kanallarimdan bittasini ko'rsatmoqchiman. Hop, kursni sentyabr oylarida sotib olgan bo'lsam, bu taxminan oktyabr oylarida monetizatsiyaga ulanib, oktyabr oyida katta daromad olib kelgan. Hop, bu kanalim 40-50, mana joyi kelsa $100 atrofida ham pul ishlagan. Shu atrofda pul ishlab yurgan, 60, 70, 80, $90 atrofida pul ishlagan. Hop, endi bu summani yolg'on bo'lmasligi uchun o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Hop, o'zbek so'miga qo'yamiz. Mana o'zbek so'miga qo'yganda 25 million so'm pul bo'lar ekan. Mana qaytarib yana dollarga ham qaytarib qo'yib beraman. Hop, mana dollarda $2000 dan oshiqroq pul bo'ladi. Hop, hammaga Oybek Bozorovning IP kursini tavsiya qilaman. Mentorlar ham juda tez sizga savollaringizga juda tez javob berishadi. Har kuni jonli chatlar bo'ladi. Savolingizga tezda javob olib, natija yanada tezroq bo'ladi. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum. Hop, ismim Abduxatov Behruz. Men shu IP kursida, ya'ni shu Oybek Bozorovning IP kursida o'qib, o'sha kurs boshida ochgan kanallarimdan yana bittasini ko'rsatmoqchiman. Hop, bu kanalim sentyabr oylarida, o'sha sentyabr oylaridan va avgust oylarida monetizatsiyaga ulanib, hop, sentyabrda anchagina katta daromad olib kelgan. Hop, mana $129, hop, $140 pul olib kelgan. Hop, mana bir oyda salkam $3000 ga yaqin pul ishlagan. Hop, endi bu summani o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Hop, o'zbek so'mini saqlashni bosamiz. Mana o'zbek so'mida 36 million so'm bo'lar ekan. Hammalaringizga Oybek Bozorovning kursiga o'qishni tavsiya qilaman. Juda tez natijaga chiqish uchun albatta bitta ustoz kerak bo'ladi. Muhimi, mentorlar doimo sizdan xabar olib, savollaringizga tez javob berib turishadi. Hammaga omad. Assalomu alaykum. Ismim Abduxatov Behruz. Hop, bu yana o'sha kursni boshlarida ochgan kanallarimdan bittasi. Hop, bu kanalim yaxshigina daromad olib kelgan. Hop, kanalim kuniga 30, 40, 45, $35 atrofida pul ishlagan. Hop, bu kanalimni endi yolg'on bo'lmasligi uchun, hop, mana keling o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Hop, o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Mana o'zbek so'mida shu bir oyda 13 million so'm atrofida, ya'ni shu $1000 dan oshiqroq daromad keltirgan. Hop, kuniga o'zbek so'mida 400 ming, 300 ming, 500 ming atrofida pul ishlab bergan. Hop, assalomu alaykum. Men Abduxatov Behruz. Shu IP kursida o'qiganimda yana bitta ochgan kanallarimdan bittasini ko'rsatib beraman. Hop, bu kanalim shu 6, 7, 10, 20 shu atrofda pul ishlab yurgan. Yaqinda kanal monetizatsiyaga ulangan, hali ko'p bo'lgani yo'q. Kanal o'zi monetizatsiyaga ulangandan keyin 1-2 oy unchalik ham katta daromadga chiqmaydi. Sekin-sekin daromad ko'tarilib boradi va asosiy katta daromad keyingi 2-3 oydan keyin asosiy katta daromadga chiqib ketadi. Hop, bu kanalga hali uncha ko'p bo'lgani ham yo'q. Hop, endi buni o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Xo'sh, o'zbek so'miga qo'yamiz. Hop, bu kanalim o'sha bir oyda 4 millionga yaqin pul ishlagan ekan. Hop, aslida bu ham yomon natija emas. Aslida shu kanaldan 3-4 ta bo'lsa ham $1000 dan oshiq daromad kelib chiqadi. Assalomu alaykum. Bu meni o'sha yaqinda ochgan kanallarimdan yana bittasi. Hop, bu kanalim bir oydan ozroq vaqt o'tdi kanal monetizatsiyaga ulanganiga. Hop, bu kanalim 7, 8, 10, 15, 20, $25 atrofida, $19 ham ishlagan ekan. Shu atrofda pul ishlab yuribdi. Hozircha kanal endi yaqinda monetizatsiyaga
uchun hozircha 1-2 oy sal nisbatan kamroq daromad topyapti. Odatda kanallarim 2-3 oydan o'tgandan keyin birdaniga katta daromadga chiqib ketadi. Ham kanallarim ko'pligi sababli ozgina bu kanalga vaqt ajratishga ham ulgurmaganman. Xo'p. Lekin shunda ham natija yomon bo'lmagan. Mana $200 oshiqroq pul, aslida bu ham yomon natija emas. Yaqinda kanal monetizatsiyaga ulangani uchun unchalik ham yomon natija emas. Xo'p. Endi bu raqamlarni qani o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Xo'p. O'zbek so'miga qo'ysak, mana shunda ham 2,5 milliondan oshiqroq pul bo'lar ekan. Xo'p, mana kuniga mana 200 ming, 100 ming, 150 ming, shu 229 ming ishlagan davrlar bo'lgan ekan. Yaxshi, qani kelasi oylarda qani yana ham qanday natijalar bo'lsa, uni ham kuzatamiz. Assalomu alaykum. Ismim Abduxatib Behruz. IP kursida o'qigan paytimda ochgan yana bitta kanallarimdan biri. Bu menimcha yo 5-chi yo 6-chi kanalim, aniq eslolmayman. Xo'p. Bu kanalim ham hali shu 800-900 ming dollar yoki $1,200 atrofida pul ishlab bergan, yaxshi stabil daromad olib kelgan. Xo'p. Mana dollarda $1,035 ishlagan ekan. Xo'p, kuniga 35, 40, 25. Xo'p, qani mana $58-60 gacha pul ishlagan ekan. Xo'p. Bu kanalni endi yolg'on bo'lmasligi uchun o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Mana AQSh dollarida turibdi. Xo'p, mana o'zbek so'miga qo'yib saqlashni bossak, mana o'zbek so'mida 12 million, 12,5 million atrofida pul bo'lar ekan. Oybek aka, ustozga kattakon rahmat. Assalomu alaykum. Ismim Abduxatib Behruz. Xo'p, o'sha kursda o'qib yana bitta ochgan kanallarimdan bittasini ko'rsatib beraman. Xo'sh, bu kanalim o'sha payt o'zi kanallarim men juda ham ko'p kanal yuritaman va bu kanal ko'pligi sababli ozgina bu kanalga ishlash uchun vaqt yetmay qolgan, ozgina yoddan ko'tarilgan holatlar bo'lgan. Lekin shunda ham kanalimni aktivi ozgina tushgan bo'lsa ham bir oyda $700 ga yaqin pul ishlab bergan. Shuning uchun ham YouTube juda yaxshi kasb hisoblanadi. Kanalingizga video qo'ysangiz, u sizni butun umr boqadi. Ya'ni sizga doimiy pul olib kelib turadigan kasblardan bittasi aynan Amerika YouTube hisoblanadi. Mana kanalimni aktivi ozgina kanalimga vaqt ajratmaganim sababli, ishlamaganim sababli kanalimni aktivi tushgan bo'lsa ham aslida juda yaxshi pul ishlab bergan. 15, mana aslida mana $80-90 ishlab bergan kanalim tushgan bo'lsa ham 35, 20, 15, 17, $20 atrofida ham pul ishlab, bir oyda shu $700 atrofida pul ishlab bergan. Xo'p, endi buni o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Xo'p, mana o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. O'zbek so'miga qo'yamiz. Mana kanalimni aktivi tushgan bo'lsa ham 8 million salkam, 7,8 million so'm. Bu ham aslida bitta davlat ishini oyligi hisoblanadi. 8 million so'm ham aslida kichkina natija emas bitta kanal uchun. Men bu kanalga o'zi vaqt ajratmagan bo'lsam ham 8 million daromad olib kelib bergan. Xo'p, assalomu alaykum. Ismim Abduxatib Behruz. Xo'p, motivatsiya bo'lish uchun bu eng birinchi o'sha pulga ulangan kanallardan bittasi. Bu kanalni nima uchun ko'rsatyapman? Har doim ham boshlanishida birdaniga siz katta daromadga chiqib keta olmaysiz. Ya'ni, misol boshida endi o'rganayotgan bo'lasiz, bilim tajribani oshirayotgan bo'lasiz. Mana men ham misol uchun hozir hamma katta natijalarni emas, mana men ham boshida mana shunday kichik natijalardan boshlab, keyin katta daromadlarga chiqib ketganman. Misol uchun mana kanalim monetizatsiyaga ulangandan so'ng $1 ham ishlagan, $5, $3. Bu aslida boshlanishi uchun juda yaxshi. Boshlanish uchun juda yaxshi. $12 ga chiqqan, 13, $10 atrofida pul ishlab, mana oyiga shu $200 ga yaqin pul ishlab bergan. Undan so'ng mana sekin o'sha payti bilim tajribamni oshirib borayotgan paytimga to'g'ri kelgan. Shuning uchun mana hozirda mana endi sekin katta natijalarga erishib boryapman. Shuning uchun boshida misol $100, $200, $300 natijalari ham o'zi aslida yaxshi. Siz o'rganib borayotgan odam sifatida $100, $200 topishingiz YouTube'dan bu tabiiy hol. Siz birdaniga u
bir oyning ichida birdaniga $10,000 $5,000ga chiqib ketishingiz ozgina qiyin. Boshida mana shunday kichik qadamlar bilan keyinchalik katta daromadlarga chiqib ketiladi. Buni ham o'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Mana AQSh dollarida turibdi. O'zbek so'miga qo'yib ko'rsatib beraman. Saqlashni bosamiz mana. Kuniga aslida mana shu ham juda yomon natija emas mana. 60,000, 70,000, mana 160,000, 170,000 yomon natija emas. 150, 200 atrofida o'zbek so'mida pul ishlagan mana oyiga 2,5 million so'm atrofida pul ishlagan. Aslida bu ham yomon natija emas. Shuning uchun albatta o'zlaringizga bitta yaxshi ustoz tanlab olishni maslahat beraman. Oybek Bozorovga va mentorlar jamoasiga alohida kattakon rahmat. Mana shu kurslar orqasida mana shunday natijalarga erishib keldik, shu kunlargacha yetib keldik. Rahmat. Mana shunday kanallar yuritishni ancha yaxshi o'rganib oldik. Hammani ana shu Oybek Bozorovning IP kursiga o'qishga taklif qilaman. 2 yil ichida $25,000 pul. Endi buni so'mda hisoblab, kommentariyada yozib ketaverasizlar. O'zbek so'mida nechta pul bo'ladi va siz hozir qanaqadir davlat ishida ishlayotgan bo'lsangiz, siz $25,000 ni qancha yilda ishlab topasiz, yozib qoldiringlar. Xo'p, yana bitta qiziqarli savol. Eng ko'p olgan oyligingiz YouTube orqali bir oyda? Eng ko'p o'tgan yil oktyabr oylariga to'g'ri keladi. $5,100 bo'lgan, eng katta pul. 60 milliondan ko'proq pul bo'lgan. Qanaqa bo'ladi birinchi marta shunaqa katta pul ishlaganingizda? Juda hayajon kuchli bo'lgan. O'zimni yaqinlarimni olib borganman. O'sha juda katta pul bo'lgani uchun yaqinlarim yonida yetishga qaror qilganman. Ko'rishgan, juda xursand bo'lishgan, juda. O'zimda ham juda kuchli hayajon bo'lgan. Uydagilarim keyin bo'ldi, sen ishingni topding. Shu ishda ishlab ketar, boshqa ish qidirib yotma. Shu sana kasbing ekan, endi oxirigacha ishla deb qo'llab-quvvatlashgan. Xo'p, birinchi ishlagan pulingiz necha pul bo'lgan? Birinchi ishlagan pulim $200 bo'lgan. $195 atrofida pul bo'lgan. Buni shu onamlar bilan borib, bankdan yechib, mana shu YouTubedan shunaqa pul topsa bo'ladi, oddiy telefon bilan ham topsa bo'ladi deb ko'rsatganman. Shundan keyin o'zi sekin-sekin uydagilar ishonib, keyin mayli shu sohada yaxshi harakat qilyapsanmi, demak natija bo'lyaptimi, bo'ldi. Demak shu sohada ishlayver deb aytishgan. Xo'p, hozir 21 yoshsiz. Boshlaganingizga mana ozroq suhbat qildik. O'sha 5-6 yil bo'ldi. Boshida bir 3 yil qiynalganman dedingiz. Yaxshi rezultat bo'lmagan. Keyin kursiga qo'shilgandan keyin yaxshi bilimlar olib, sal rivojlanish bo'ldi. Katta pulni ham shundan keyin topdim deb aytdingiz. Xo'p, boshdan yoshlarga shu qarindoshlari, ota-onasi yoki o'rtoqlari, atrofdagilar ishonmaydi. Kezga esa orqaga ham qaytarish mumkin. Nima qilasan? Qo'y bo'ladigan ishni qil. Institut o'qiyapsan, davlat ishiga ishla. Mana shunaqa vaziyatda nima qilish kerak bo'ldi? Unaqa vaziyatda o'zimda ham bo'lgan, hech kim ishonmagan to'g'risi. Uydagilarga aytmasdan kechasi o'zim telefonda montaj qilib, shu nima qilib bo'lsa ham ko'chalarga chiqib kelib video yuklab kelganman. Ba'zi payt men o'zi Qarshini chetvog'ida turaman. Ba'zi payt internet muammosi juda kuchli bo'lgan. O'shaning uchun shaharga borib ham video yuklab kelishga to'g'ri bo'lgan. Hozirgi endi odamlarga bitta tavsiya, hech qachon to'xtab qolmaslikni tavsiya qilaman. Chunki baribir harakat qilsangiz, Xudo xolasa albatta natijasi bo'ladi. Men ham o'zi shogirdlarga ko'p takrorlaydigan narsam, YouTube'da kim natija chiqolmaydi, to'xtab qolgan odam natija chiqolmaydi. To'xtamasdan harakat qilgan odam baribir qachondir natija chiqadi. Mana Behruzbek akamiz ham ko'ryapsizlar, to'xtamagan. Oddiy telefonda bo'lsa ham ishni davom ettirgan. Eng muhimi o'zi qiziqqan. Ko'pchilik qiziqmasdan, prosta soqqa uchun kiradi, 1-2 kun soqqa ishlay olmasa chiqib ketadi. Bu joyda haqiqatan ham YouTube'ga qiziqib, mana shuni o'zini vaqtini ajratib ishlaydigan odam yaxshi natija qila oladi. Nima deysiz shunga? Shunaqa, juda ko'pchilik boshida misol katta va yoki misol meni 2 yil, 3 yil tajriba bo'lgandan keyin, yaxshi o'rganib olgandan keyin, katta summalar yetish boshlagandan keyin odamlar, ha, demak bundan katta pul yetsa bo'lar ekan deb birdaniga o'sha sohaga o'zini urishadi, pul ham tikishadi, lekin u 1-2 oyda natija bo'lmagandan keyin, yo bu sohada unaqa katta pul yo'q ekan deb tashlab ketishadi. Aslida menda ham misol 2,5 yilgacha umuman natija bo'lmagan. Faqat o'sha telefonda faqat harakat qilganman. Umuman hatto $100 ham yecha olmaganman. Hozir muxlislarimizga 2 yil desiz qochib ketadi, chunki hozir 2 oy ham sabr qilishmayapsiz-da. Endi u o'zi misol qiziqqan sohangiz bo'lsa, hech qachon tashlab ketmaysiz. Endi odamlar pul uchun kirgani uchun balki shu 1-2 oy ichida natija bo'lmasa birdan tashlab ketishar. Shuning uchun men odamlarga agar shu sohada yaxshi katta muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lishsa,
to'xtab qolmaslikni faqat tavsiya qila olaman, faqat bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Behruzbek, men yoshligimni eslatib yubordi, chunki men ham 21 yoshda yaxshi endi kirib shu sohada pul ishlashni boshlaganman. Men ham institut bitirayotgan paytim bo'lgan, siz ham institut bitirayotgan paytingiz ekan, tabriklaymiz. Ko'ryapsizlar, qiziqqon odam oxirigacha boradi. U 1 yilmi, 2 yilmi izini uzmaydi. Menda masalan 1,5 yil yaxshi natija bo'lmagan. Ozroqgina $50, $100 endi biz o'sha payt o'zbek YouTube'da ishlaganmiz. Salgina tashqi reklamadan pul to'lagan, lekin unaqa monetizatsiyadan pul ishlamaganmiz. Hozir odamlar 2 oyda, 3 oyda pul ishlamasa, nima deydi, xuddi osmon uzilib yerga tushganday tuyuladi. Mana siz 2 yil vaqt ketgan ekan, oddiy telefonni boshlagan ekansiz. Hozir yangi boshlaganlar o'zi ustoz bilan boshlasa qancha muddatda daromadga kirishi mumkin? O'zi qilsa qancha muddatda daromadga kirishi mumkin? Masalan, o'zingiz do'stona tavsiya. Misol o'zim mustaqil boshlaganim uchun o'sha 2,5 yilgacha natijaga chiqa olmaganman, lekin ustoz tanlab olganimdan keyin eng asosiysi bitta ustoz tanlash kerak, yaxshi, ishonchli, aldab ketmaydigan, doimo o'sha shogirdini qo'llab-quvvatlaydigan bitta ustoz tanlab, o'sha ustoz bilan doim aloqada bo'lib, fikr almashib ishlashda davom etsa, natija uzoq kutilmaydi. 1-2 oyda ichida xudo xolasa natija bo'ladi. Texnik bilimdan egallasa, keyin xudo. Men ham o'zi shogirdlarga aytaman, o'zi 2-3 oy bu nazariy o'rganiladi. YouTube kanal ochish, videolar yasash, uni yuklash, undan keyin bitta ikkita kanalni 1-2 oy yuritsa, 4-5 oyda daromadga kirsa bo'ladi deyman. Qo'shimcha $500, $1000, kimdir masalan ko'prog'ini daromadga kiradi, hammasi prosmotrga bog'liq. Shunaqa. Men o'zim mustaqil qilgan davrda umuman bitta ham kanal monetizatsiyaga ula olmaganman. Bilimim bo'lmagan. O'sha bilimim bo'lmagan sababli ham Amerikan YouTube'ni tushunmay boshlaganman o'z boshida. O'zbekcha kontent qilsam pul beradi deb o'ylaganman, lekin aslida u O'zbekistonda aslida men boshlagan paytda monetizatsiya bo'lmagan. O'zim videolarimni o'zim ko'rgan davrlar ham bo'lgan, to'g'risida. Juda qiyin bo'lgan, lekin ustoz tanlaganimdan keyin natija juda tez bo'lgan. Hatto 15 kunda o'sha monetizatsiyani bajarib qo'yganman. Xo'p, o'zi bu Amerika YouTube'i, O'zbek YouTube'i deyapmiz. O'zi boshida qanaqa qiziqib qolgansiz? Masalan, kimdir tavsiya berganmi yoki o'zingiz izlanganmisiz? Nima bo'lgan? Qanday kirib qoldingiz? Chunki bu O'zbekistonda keng tarqalmagan. Hamma ham Amerika YouTube'i yoki YouTube'dan pul ishlashni o'rmadi. Qanaqa qiziqib qoldingiz? O'zim aslida yo'nalishim raqamli iqtisodiyot bo'lgani sababli Microsoft Excel dasturiga qiziqqanman ko'p. O'sha dasturni yaxshi o'rganib, tabii yaxshi ishga joylashaman, yaxshi mukammal o'rgansam, yaxshi ishga joylashaman deb o'ylab, o'shani o'rganishni boshlaganman. Keyinchalik o'sha Excel dasturi bo'yicha turli xil layfhaklar, darsliklar qilib, o'zimni shaxsiy blogimni yuritaman deb harakat qilganman. Instagramga chiqqanman, Telegramga qilganman, YouTube'ga ham qilganman. Lekin unchalik bo'lmagan, chunki Microsoft Excel unchalik odamlar qiziqishmagan, kontent qilishni bilmaganman, montaj qilishni bilmaganman, sifatsiz kontent bo'lgan. Ana shunday qiziqib, keyin Amerikan YouTube degan narsani YouTube'dan ko'rib qolganman. O'sha Excel videolarini YouTube'ga yuklasam, nisbatan yaxshiroq prosmotr olishni boshlagan. Instagram, Telegramga nisbatan auditoriya yaxshiroq bo'lgan. Keyin o'shandan boshlab sekin-sekin YouTube deb keyin inglizcha Excel videolarni yuklashni boshlagan. Men avval boshida o'zbekcha qilganman. Keyin bu yoqdan o'rganganimdan keyin bilsam o'zbekcha kontentga YouTube pul to'lamas ekan. Keyin juda katta mehnat shuncha bekor bo'ldi deb to'xtab qolmasdan keyin inglizchasiga o'tganman. Natija bo'lgan, yomon bo'lmagan. Keyin shu bilan Amerika YouTube'ga kirib ketib qolganman o'zi aslida. Xo'p, boya gaplashdik ozroqgina. Siz shu 10 taga yaqin YouTube kanallar yuritib, monetizatsiyaga ulab, qancha odamlar pul ishlagansiz? Xo'p, qanday qilib bu darajaga kelish mumkin? Qanaqadir strategiyangizni o'rgatib o'tasizmi? Qanaqa ish faoliyatingiz? Chunki boya suhbatlashganimizda o'zingizga yaqin qarindoshlaringiz ham olib kirgan ekansiz shu sohaga. Qanaqa jarayon bo'lgan shu? Qanaqa qilib qarindoshlaringiz YouTube'dan daromad qilyapti? Kim o'rgatdi ularga? Nima uchun tavsiya berdingiz ularga? O'zim o'sha birinchi kanalimni monetizatsiyaga chiqarganimda o'sha 15 kun vaqt ketgan. O'sha payt menda 15 kun juda tez natija chiqqanday bo'lgan. Undan keyin eng muhimi hozir mana 10 ta kanal yuritayotgan bo'lsam, ana shuni siri, misol uchun bitta kanal ochasiz. Misol bitta kanal ochganingizdan keyin odamlar bitta kanal misol yaxshi yurib ketsa, bo'ldi, mana shu kanalim pul ishlayapti-ku deb bo'ldi, boshqa kanalga harakat qilishmaydi. Lekin men bitta kanalim mayli o'sha qancha natijaga chiqsa ham, misol yaxshi pul ishlayotgan bo'lsa ham, birdan ikkinchi kanalni tayyorgarligini qilaveraman. Uchinchisini, to'rtinchisini to'xtab qolish juda yomon. Misol uchun bitta kanalga ishonib qoladigan bo'lsangiz, o'sha kanalni misol qanaqadir tasodifan o'chib ketishi mumkin yo monetizatsiya uzilib qoladigan bo'lsa,
keyin siz u oylik keladigan daromadingizdan ajrab qolasizda. Lekin men unday qilmay, birinchi kanalni monetizatsiyaga ulab, birdan ikkinchi kanalga o'tib ketganman. Ikkinchi kanalni monetizatsiyaga ulab, uchinchisiga o'tganman. Misol, keyin 3-4 ta kanalingiz bo'ladigan bo'lsa, bitta kanalingiz monetizatsiya o'chib qoladigan yoki o'chib ketadigan holat bo'lsa, unchalik ham siz daromadsiz qolib ketmaysiz. U juda ko'pchilik ana shuning uchun ham tashlab ketishadi-da. Misol, bitta kanal qilishadi, pul yaxshi ishlaydi, keyin monetizatsiya o'chib qoladi yoki kanal o'chib ketadi, keyin bo'ldi. Daromadsiz qolib ketgandan keyin iloji yo'q pulsizlikdan boshqa ishga o'tib ketib qolishadi-da. Eng muhimi aytdimku, o'sha to'xtab qolmaslik. Bitta narsaga ko'nmaslik. Misol, bitta kanalmi, demak, endi ikkinchi kanal. Bitta kanalni ula oldingizmi, ikkinchi kanalni ham ula olasiz. Ikkita kanal ula oldingizmi, to'rtta kanal ula olasiz. Davom etaverish kerak. Bu fikrga qachon keldingiz? Yo qachondir shunaqa holat bo'ldimi sizda? Masalan, bitta kanal uladingiz, o'chib ketdi yoki nimadir muammo bo'ldi, undan keyin shunaqa o'zingiz bir marta qiynalib, chuqurga tushib, keyin shunaqa strategiyaga o'tdingizmi yo oldindan boshdan shunaqa bo'lgan? Shunaqa. O'zi bunaqa strategiyaga o'tishimga avval o'shanaqa xatolar sabab bo'ladi hammada ham. Kanal ochganman, yaxshi pul ishlagan, o'sha kanalga ishonib qolganman men ham boshida. O'sha kanalga ishonganman, katta daromad topgan. Keyin o'sha kanalim tasodifan monetizatsiyasi o'chib qolgan. Uni qaytarishga harakat qilganman, qaytmagan. Iloji yo'q, pulsiz qolib ketdingiz. Keyin shuni tushunganmanki, demak kanallarning sonini ko'paytirish kerak. Misol bitta emas, ikkita emas, qancha ko'p kanalingiz bo'lsa, shunchalik stabil daromad ham bo'ladi. Misol bitta kanalingiz o'chib ketadigan bo'lsa, qolgan kanallaringiz borligi uchun ishlash motivatsiyasi to'xtab qolmaydi. Shuning uchun ham o'sha kanalimning monetizatsiyasi o'chib qolgani uchun o'shanaqa strategiyaga o'tib ketganman. Hozir nechta kanalingiz bor aktivni ishlatadigan? Hozircha monetizatsiyali kanalim 5 taga yaqin bor. Bundan tashqari ham aytdim-ku, o'sha to'xtamayman. Misol 5 ta kanalim monetizatsiya bo'lsa ham, yana 4-5 ta boshqa yo'nalishlardan kanal ochishga harakat qilib kelyapman yana hozir. Vaqt qanaqa yetkazyapsiz? Eng qiziq joyi. Endi vaqt, misol o'zingiz o'sha sohaga qiziqsangiz, hech qachon vaqt yetmay qolmaydi. Vaqt albatta yetadi. O'zingiz faqat o'sha sohaga qiziqib, shijoat bilan ishlashingizdagi gap. Misol ko'pchilik pul uchun kirib kelishadi bu sohaga. Juda ko'pchilik pul uchun, lekin misol o'zingiz qiziqsangiz, bu sohaga 10 tami, 20 tami, 30 ta bo'lsa ham kanalni bemalol yuta olasiz. Misol men kechasi ham ishlayveraman. O'zim qiziqqanim uchun, men uchun u Amerika YouTube ishlash degan narsaga o'tmaydi. Xuddi o'ynaganda gap shunaqa oddiy narsadek qabul qilaman. Shu o'tirib, stolim ustida, kresloyimda ishlab pul topaman, bo'ldi shu. Ya'ni dehqonchaga tushuntirsak, Amerika YouTube kanallarini akamiz oddiy Instagramda reels ko'rsangiz mazza qilasiz, YouTube kanal ochib yurib shunaqa mazza qiladi akamiz. Siz aytdingiz bo'yna bir gaplashganimizda, qarindoshlarimni ham olib kiryapman. Nima sabab bo'ldi? O'zi aslida boshda unchalik ko'p odam ishonishmadi. Qarindoshlarim o'zi hech kimga aytmaganman. Bu Amerika YouTube qilayotganimni hech kimga aytmay, o'zim natija qilib, pul yechib yurganman. Keyinchalik natijalar yaxshilanib olgandan keyin, o'zim tanishlarim ham qandaydir davlat ishida qiynalgandan keyin, moddiy tomondan qiynalgandan so'ng, o'zim ham jamoam bo'lsa, yana ham kattaroq natijalarga erisha olaman degan fikr kelib, o'zimni ham yaqin insonlarimni, o'zim ishongan tanishlarimni o'sha Amerika YouTube'ga chorladim va o'zim o'rgatdim. Ularda ham natija ancha-muncha yaxshi. Pul ishlashyaptimi? Albatta. Sizdan xursandmi? Albatta. Shunaqa bo'lish kerak, chunki odam o'ziga ravo ko'rgan narsani boshqaga ham ravo ko'rish kerak. Bekorga biz ham bunaqa narsalarni o'rgatmaymiz, bu podkastlar ham bekorga olinayotgan yo'q. Sababi siz kirdingiz, ko'rdingiz, hech bo'lmasa bildingiz, eshitdingiz, shunaqa soha bor ekan deb qiziqib ko'rasiz. To'g'ri, bizdan dars olmasligingiz mumkin, boshqa o'zingiz ketishingiz mumkin, o'zingiz o'rganishingiz mumkin, qachondir natija qilasiz. Va mana shu natija qilishingizga bizning mana shu podkastimiz sabab bo'lishi mumkin. Qanaqadir motivatsiya olib yoki siz yosh kattaroq inson bo'lsangiz, farzandingizga aytasiz yoki jiyaningizga aytasiz, qarindoshlaringizga aytasiz, shunaqa narsa bor ekan, o'rgan, qilgin, sen yoshsan, eplab ketasan degan narsalar bo'ladi. Shuning uchun hammaga tavsiya beramiz. Hozir siz yoshsiz, mana 21 yosh. Sizni o'sha tanishlaringiz, qarindoshlaringiz yoshi qanaqa atrofda qilayotganlar, bitta shuni ham aytib ketaylik, ko'pchilik noto'g'ri fikrga borib qolmasin, faqat yoshlar uchunmi yoki yoshni farqi yo'qmi, jins farqi yo'qmi, diplom kerakmi, til bilish kerakmi Amerika YouTube uchun? Shuni bitta sanab keting. O'zimni tanishlarim yoshi hammasi katta odamlar, unaqa o'zim qatori yo'q. O'zimni tanishlarim ko'pincha 40-50 yosh atrofida. U Amerika YouTube
hayotda til bilish umuman shart emas. Mana o'zimni tanishlarim maktabda o'qituvchi, oddiy o'qituvchi. Oddiy jismoniy tarbiya o'qituvchisi yoki oddiy biologiya fanida dars beradi universitetda. Lekin mana o'sha til bilish shart emas. Amerika YouTube faqat to'xtab qolmaslik, faqat o'rganishga shijoat bo'lish kerak. Boshida natija bo'lmasa ham to'xtab qolmaslik kerak. Mana tanishlarim shuncha shu yoshda bo'lsa ham hali ham to'xtab qolishmadi. Ishini ham qilishyapti, Amerika YouTube'da ham qilishyapti va natija ham qilishyapti. Mana o'zingizni bitta tajribangizni kelib chiqadigan bo'lsa, bitta kanal ochdingiz, shuni bitta etapini sanab bering. Birinchi nimadan boshlaysiz? Nima qilasiz? Undan keyin nima qilasiz? Monetizatsiyaga, ya'ni pul ishlashgacha bo'lgan bitta strategiyangizda, ya'ni yo'lingizni bitta yoritib bera olasizmi? Nimadan boshlaysiz birinchi? Avvalo eng birinchi hamma kanalimni alohida yangi raqamga ochaman. Sim kartaga hammasi alohida bo'lishi uchun, bir-biri bilan bog'lanib qolmasligi uchun hammasini alohida raqamga ochishim uchun raqam sotib olaman. Keyin u beeline raqamimga Gmail ochaman. Gmail ochgandan keyin birdaniga kanal ochib ketmayman. 1-2 kun kutaman. Gmail yaxshi joylashib olgandan keyin kanal ochaman. Kanal ochganimdan keyin ham birdan video yuklab ketmayman. O'sha kanal ochganimdan keyin o'sha kanalda akkauntidan ozgina o'sha qaysi yo'nalishda misol boshlamoqchi bo'lsam, o'sha yo'nalishimga oid videolarni analiz qilib chiqaman. 2-3 kun yaxshilab analiz qilaman. Qaysi mavzudagi videolar yaxshi ko'rilyapti, o'sha zo'r ko'rilgan videolar ichida nimalar qilishyapti, odamlar qanday bu kontent qilib odamlarga shunchalik ma'qul keltiryapti. O'shaning uchun ham 2-3 kun yaxshi analiz qilib olib, keyin kontent qilishni boshlayman. Taxminan kanal ochgandan keyin bir haftalardan keyin video yuklashni boshlayman. Video yuklashni boshladingiz, u qanchadir vaqtda monetizatsiyaga yo'llanadi. Shu joyda bitta yangilikni aytib ketaman, siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Hozir 2027-yil 1-fevralgacha shu umuman o'zbek YouTube bo'ladimi, Amerika YouTube, YouTube'da monetizatsiya, ya'ni pul ulashga shartlari bor. 1000 ta obunachi 4000 soat yig'ish kerak. Hozir shu 1-fevraldan boshlab 2027-yildan 1000 ta obunachi qolyapti, lekin 4000 soatlik limit 8000 soatga ko'tarilyapti. Bu degani qancha ertachi boshlasangiz, hozir imkoniyat ko'p. Chunki siz hozirgi harakatingiz bilan 4000 soatni masalan 15 kunda yoki 20 kunda yig'adigan bo'lsangiz, 2027-yil 1-fevraldan boshlab siz o'sha narsani bir barobar ko'paytirishingiz kerak. 4000 soat 15 kunda yig'ayotgan bo'lsangiz, keyin bir oy vaqt ketadi. Shuning uchun doimo ertachi boshlash shart. Chunki qanchalik orqaga surib ketaversangiz, birinchidan qiziqish ham bo'ladi, ikkinchidan kundan kunga baribir bozor o'zgaradi, YouTube o'zgaradi. Shuning uchun tavsiya beraman, ertachiroq kirish kerak bo'ladi. Birinchi olgan pulingizni nima qilganingizni eslaysizmi? Birinchi olgan pulimga birdaniga o'zimga o'zim investitsiya qilganman. Birdaniga kurs sotib olganman. O'sha Amerika YouTube'da birdaniga kurs sotib olganman. Demak, shu sohadan daromad kelyaptimi? Endi yo'q, bu $200 bo'lsa ham, mayli, kam pul bo'lsa ham o'zimga investitsiya qilay, u kelasi oy misol $200 yoki $500 bo'lib qaytib kelishini umid qilib, o'sha investitsiya, ya'ni bilimimga tikkanman. Hozir misol YouTube aytdingiz, o'sha 8000 soat bo'lib ketdi. O'sha hozir YouTube'da doimiy bilim olib borish bilan omon qolish mumkin faqat, bo'ldi. To'xtab qolish hech qachon YouTube'da yaxshi natijaga olib kelmaydi. Faqat doimo o'rganib borishingiz kerak. Misol uchun siz bitta kanalingiz yaxshi ketyaptimi? Yo bo'ldi, men kanalim pul ishlayapti, bo'ldi, mana shu yetadi degan fikr umuman hayolingizdan ham o'tmasligi kerak. Siz doimo yangi bilimlarni o'rganib boraverishingiz kerak. Misol hozir 4000 soatni hozirdan boshlash kerak. Ya'ni boshida unaqa misol sharoit bo'ladi, yaxshi vaziyatni kutib o'tirmaslik kerak hech qachon. Mana misol men ham kompyuter olamanda, keyin Amerika YouTube'ni boshlayman deganimda, balkim hozir bu joyda o'tirmagan bo'lardim. Bitta telefon bilan boshlasangiz, mayli o'sha oddiyroq telefon bo'ladimi, farqi yo'q. Misol o'zingizda telefon bo'lmasa, uydagilarning telefoni bor. 1 soat, 2 soatda eplasa bo'ladigan ish. O'zi imkoniyatlar o'zi sekin-sekin ochilib boradi. U hech qachon vaziyat mukammal payt bo'lmaydi hech qachon. Siz o'zingiz boshlasangiz, keyin sizga kompyuter sekin-sekin kelishni boshlaydi. Men ham shunday bo'lganman. Misol telefon olganman, keyin yaxshiroq telefon olganman, sekin-sekin ko'tarilib, ana shunday keyin kompyuterga o'tib, keyin o'zimga yaxshi sharoit qilib, ana shunday ishlab ketdim. Shuning uchun ham natija yaxshi bo'ldi. Demak, o'sha topgan pulingizni o'zingiz bilimingiz uchun investitsiya qilgan ekan. Eng katta mana $5200 topdim dedingiz-ku. Nimadir olgansizmi? Kimgadir bergansiz, nima qilgansiz? O'sha $5100 pulimga birdaniga 3 ta kompyuter sotib olganman. 3 ta kompyuter sotib olganman. O'zimni yaqinlarimga ham berganman, o'zimga ham kompyuter sotib olganman-da, bo'ldi endi mana shuncha katta pul topishni epladikmi? Demak, bundan ham katta pul topa olamiz deb birdaniga kompyuter sotib olib, yaxshi sharoitlarni o'zimiz qilib olib, keyin o'shandan keyin jamoa bo'lib ishlab, yana ham takomillashib ketdik. Xo'p,
Sizga savol berishim mumkin. Telefonda yaxshigina ishlab kelayotgan ekansiz. Nima qilasiz $2000 yoki $5000 kompyuter sotib olib? Sizga zarurmidi degan savol berishim mumkin. O'zi telefon bilan ishlash bilan kompyuter bilan ishlash nima qulay plus minuslari bor? Endi telefonda ishlash uchun misol oddiy yo'nalishlarni qilish uchun telefon juda mos keladi. Misol oddiy o'yin yo'nalishlarni qilishga telefon mos keladi. Lekin siz keyinchalik kattaroq, misol kattaroq daromad olib keladigan, doimiy pul ishlaydigan kanallarni qilishingiz uchun baribir kompyuter sotib olishingiz kerak. Men ham shuni misol telefonda ishlayotgan paytim tushunganman. Menga kompyuter kerak. Kompyuter bilan yana ham ko'proq kanallar yuritsa bo'ladi. Misol telefoningiz ham doimiy misol yaxshi kuchli telefon bo'lmasa ko'tarib bera olmaydi. Kompyuteringiz bo'lsa, montaj qilish yana ham oson bo'ladi. Men o'zim misol uchun o'qishda bo'lganimda telefon bilan montaj qilishda juda qiynalganman. Telefonim qizib ketgan. Unaqa juda katta uzun videoli montajlarni qila olmaganman. Oddiy sodda o'yin o'ynaydigan yo'nalishlarni qilib, natijaga chiqib, keyin birdan kompyuter sotib olganman. Kompyuteringiz bo'lsa, muhimi ana shunday katta yo'nalishlarni qila olasiz, to'xtab qola olmaysiz. Kanallarni ko'paytira olasiz eng muhimi. Shuning uchun ham kompyuter kerak deb o'ylayman. Shuning uchun odam doimo o'ziga investitsiya kiritib borish kerak, pulni qizg'onish kerak emas. Chunki har doim bizga pul olib keladigan narsa bu texnika bo'ladi. Ayniqsa YouTube'da qanchalik kompyuteringiz kuchli bo'lsa, qanchalik o'zingizni ish sharoitingiz yaxshiroq bo'lsa, qiynalmasdan, mazza qilib, ko'zingizni ortmasdan ishlanadi. Kompyuter yo'qlar, menda kompyuter yo'q deb yotib olmanglar, telefoningiz bormi, boshlang. Telefoningiz yo'qmi, uydagilarning telefoni bor, o'shandan boshlash kerak bo'ladi. Xo'p, yana bir ikkita qiziqtirgan savollar bor boshqalarda. YouTube kanalda videoni VPN bilan yuklash kerakmi? Qanaqadir sirli yo'llari bormi? Nima bor o'zi bu joyda? O'zi aslida shunaqa deyshadi ko'pchilik. O'zi Amerikan YouTube'dan daromad qilib bo'lmaydi degan odamlar bor. Juda ko'p hatto soni. VPN bilan yuklanadi, yo bular sirni yashiradi, natija qilganlar o'zicha boshqa yo'llar bilan natija qilib, boshqalar shunchaqa natijalarni ko'rsatib maqtanishadi deyshadi. O'zi aslida rostdan ham sir yo'q. Men ham o'ylaganman shunaqa. Misol bu qandaydir VPN bilan yuklaydimi? Menda ham natija bo'lmagan paytda odam shunaqa deb o'ylaydi baribir. O'zingiz natijada bo'lavermagandan keyin boshqalarni o'ylaysiz. Bu nima qilyaptiki, natija qilyapti. Nimaga bu pul topyapti-da, men topa olmayapman degan narsa bo'ladi. Hammasi sabrga bog'liq. Juda ko'p narsa sabrga bog'liq-da. O'zi to'xtab qolmasangiz, doimo video yuklasangiz, u kanal albatta mana sizga ulanadi. Misol juda ko'pchilik 4-5 kun yuklashadi, bo'ldi. U kanal ko'rilmadimi, tashlab ketishadi-da. Misol menda ham bo'lgan. 10 kun, 15 kun kanalim nol bo'lib, umuman ko'rilmay, 2-3 kun ichida monetizatsiya shartini bajarib tashlagan paytlari bo'lgan. Birdaniga ko'tarilib ketadi. Ba'zida YouTube shunday sinaydi ham. Qani bu odam davom etadimi, yo'qmi? Qani video yuklashda to'xtab qoladimi, yo'qmi? Siz doimiy stabil video yuklab ketaversangiz, u natija albatta bo'ladi. Misol 15 kun ko'rilmasa, demak, o'sha 15 kundan menda shunday bo'lgan. Misol 15 kun ko'rilmaganda 16-17 kun birdan ko'tarilib, o'sha birdan 4000 soat yig'ib tashlagan kanallarim bo'lgan. Muhimi to'xtab qolmaslik. O'sha bitta gap shu to'xtab qolmaslik, faqat olg'a intilish kerak bo'ldi. Zo'r. Mana endi yangi boshlanayotganlarga boshlovchilar bor oramizda. Endi qiziqyapti, qanaqa soha ekan bu? Bitta o'zim sinab ko'rsam bo'lardi. Nimadan boshlashni maslahat berasiz? 3 ta maslahat bering, zo'r. Yangi boshlayotganlar nima qilish kerak, nimadan boshlash kerak? Misol endi boshlash uchun agar kompyuterlari bo'lsa, o'shanda ham men katta yo'nalishdan boshlashni tavsiya qilmayman. Kompyuter bo'lsa, katta yo'nalishga misol birdan katta yo'nalishga o'tib ketish ham u xato. Misol kichik yo'nalishdan sekin kattalashib borgan eng yaxshisi. Misol kichikroq, oddiy o'yin yo'nalishi, misol oddiy o'yinlarni o'ynab ham qo'ysa bo'ladi Amerika YouTube'da. Unaqa juda montajni bilib, juda katta bilim ham shart emas o'zi aslida. Oddiy kichkina yo'nalish bilan qilib, birdaniga tezroq natijaga chiqib olib, ishonch orttirib olgan yaxshi. Misol boyagi siz katta yo'nalishga urib ketsangiz o'zingizni, u natija kechiktiradigan bo'lsa, misol katta yo'nalishlarda baribir u videosi qiyin bo'ladi, mehnati oson emas hech qaysini ham. Mehnati oson emas. Shuning uchun u natija misol 1-2 oy kechiktirsa, odam misol ishlayversa, natija kelavermasa ham motivatsiya tushib qoladi. Shuning uchun kichikroq yo'nalishda boshlash kerak. Mayli, o'sha katta pul emas. Boshida $100-200 ham yetadi. Muhimi o'sha bankdan borib, chindan ham mana shu Amerika YouTube'dan pul yechib olish degan ishonchni uydagilarga ham o'zi uchun ham berib olish kerak. Undan keyin o'zi Amerika YouTube'dan misol odam $100 yo $200 yechsa bo'ldi, keyin qaytib umuman to'xtamaydi. U kasbda hech kim u odamni ajratib qo'ya olmaydi. Misol menda ham shunday bo'lgan. $200 yechgandan keyin hech kim meni to'xtata olmagan, hech kim hech qayerga chiqara olmagan ham, faqat o'tirib ishlaganman. Mazza bo'lgan ekan, chunki masalan o'zimni ham boshimdan o'tgan, unda hammani boshida o'tadi. Birinchi marta hali YouTube'dan pul ishlab ko'rmagan, qo'liga pul olib ko'rmagan odam
borib $100, $200 olsa, u emotsiyasi sizni hozir $10,000 topayotgan emotsiyangizdan boshqacha bo'ladi. Chunki u o'ziga yangi bitta dunyoni kashf qilgan bo'ladi. Mazza, chunki Amerika YouTube'i uyda o'tirib, oilangiz bag'rida, ota-onangiz xizmatini qilib, agar ayol bo'lsa, ayolingiz bilan birga, masalan, farzand bo'lsa, farzandingiz bilan birga bo'lib, uylanmadingizmi hali? Yo'q. Qachon uylantiramiz endi, xudo xohlasa? Nasib. Nasib bo'lsa. Hop, yana bir ikkita o'zimni qiziqtirgan savollarim bor, shularni berib ketaveraman. Qarang, mana kursimizga qachon qo'shildingiz siz? Sentyabr oyida 1 yil bo'ladi. Sentyabrda 1 yil bor ekan. Qanaqa bilimlar oldingiz kursimizda o'qib turib? Bizni dars o'tish stilimiz, mentorlarning ish faoliyati, yaratilgan imkoniyatlar, qolgan kurslarga nisbatan qanaqa plyusi, minusi, ochiqcha? Eng muhimi, sizlarning kurslaringizda eng muhimi mentorlar juda ham tez odamlarga javob berishadi savollarga. Juda ham tez. Men o'sha kursni sotib olganimda, hatto o'zingizni ham lichkangiz bilan bemalol gaplashsa bo'ladigan. Misol, ba'zi kurslarda o'qisangiz, bitta savol bersangiz 3 kun, 4 kunlab ham javob kelmaydi. Lekin unda misol har doim 24 soat chat bo'lib turgan jonli chat. Misol o'sha jonli chatga kirib, mentorga istagan savolingizni bersangiz, u mentor sizga birdan Anydesk orqali yoki oddiy misol og'zaki tushuntirish orqali birdan sizga aytadi, siz savolingizga javobni birdan topasiz. Unda vaqtdan yutasiz. Misol o'zingiz xohlagan savolingizga javob ham topa olmasangiz, qilish misol qiyin bo'lib qoladi-da. Misol o'zingizning savolingizga javob topa olmasangiz, keyin bo'ldi, ishlash degan motivatsiya o'lib qoladi. Siz tez-tez o'rganib, ha, bunday bo'lar ekan deb natija tezroq bo'ladi. Shunga nisbatan ham misol sizni dars, misol video darsliklaringizni ko'rganimdan keyin u eng misol YouTube'da kompyuterda ishlatishni bilmaydigan odam ham misol tushunadi deb o'ylayman-da. Juda ham sodda-da. Juda ham sodda. Ba'zilar o'zi misol video darslik qilishadi, juda tez tushuntirib ketishadi. Misol biladigan odam bor, misol tajribasi bor odam kelgan bo'lishi mumkin kursga yoki umuman qiziqib noldan o'qishga qiziqib kelgan odam bo'lishi mumkin. U misol kompyuterda ham ishlatishni bilmasa, keyin bu yog'iga tushunmay, misol qaysi joyga tushunmay qolsa, u juda keyin ishlashga bo'lgan motivatsiya tushib qoladi. Shuning uchun eng bitta katta plyusi, juda katta plyusi bu darslarni xohlagan odam tushunib keta oladi. Misol boshlang'ichmi, shunday yangidan kirib kelgan odammi yo o'sha yarim yo'lda kirib kelgan odammi, farqi yo'q, hammasi o'sha darsni shunday joyidan tushunib keta oladi. Umuman muammo bo'lmaydi. Misol men o'zim deyarli jonli chatga kirib savol berganimni eslolmayman. O'sha video darslikda o'zi javob aytib ketilgan. Misol mana shunday nima bo'lsa, mana shu nima bo'ladi. Aytib ketilgan. O'sha narsa shunchalik maydalab tushuntirilgan bo'ldi. Sizda boshqa savol qolmaydi. Umuman ana shuning uchun ham natija tezroq bo'ladi o'ylayman. Mana siz o'z oldin telefon yo'nalish ishlayib yurgansiz-ku, mana bizning kursimizga kirdingiz, mana BMJni o'rgangansiz. Ko'pchilik masalan hali kompyuter olib ko'rmagan. Kompyuter qachon oldingiz? 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil, o'sha kursni olgandan keyin 15 kunda natija qilgandan keyin birdan o'sha oktyabr oyida, o'sha sentyabrda, avgustlarda olgan bo'lsam kursni, birdan oktyabrda katta pul yechib, birdan kompyuter olganman. Xo'p, mana kompyuterda siz ham o'sha payt olgan ekansiz. BMJni o'rganish masalan yo'nalish qanaqa bo'ldi? Masalan, siz ham ko'pchilik aytadi, hali men kompyuter ishlatib ko'rganim yo'q. Darsdan ko'rgansiz. Masalan, savol javob bo'lsa, bizning mentorlarimiz doimo aloqada. O'rganish jarayoni qanaqa bo'ldi? Sizga mana qanaqadir fantastik narsa tuyuldimi? Boshida masalan kirgancha, undan keyin masalan o'qiganingizdan keyin qanaqadir tushunarli bo'lib, oddiy narsaligi ayon bo'lib ketdimi? Qanaqa bo'ldi jarayon? Misol men o'sha BMJni oddiy misol o'sha o'rganmay turib, videolarni ko'rganimda haqiqatan juda qiyin deb o'ylaganman o'zi. BMJ videolarini ko'rganman, buncha animatsiya qilish shunchalik ko'p vaqt oladimi deb o'ylaganman. Lekin u darslarni ko'rganimdan keyin u darslar hammasi misol mayda detallargacha qism qilib bo'lib o'rgatilganda, uni tushunmaslikni iloji yo'q. Misol men juda tez tushunib ketganman. O'zim qiyin deb o'ylaganman rostdan ham. Bu demak qiyin yo'nalish ekan deb boshida qilmasammikin deb o'ylaganman. Lekin misol keyin deganman shu darsni ko'rib ko'rish, qani balki oson narsadir deb dars ko'rganman, haqiqatdan juda oson tushuntirilgan. Hammasi misol oddiy odam ham tushunib ketadigan tilda tushuntirilgan. Mana shunisi eng muhimi. Oddiy odam tushunib ketadigan tilda sodda qilib oson qilib tushuntirib ketilgan. Bunaqa muammo menda bo'lmagan misol. Rahmat fikrlar uchun. O'zi bizning kursimizni boshqalarga ham tavsiya qila olasizmi? Bemalol tavsiya qila olaman. Chunki misol uchun agar o'ylab o'tirishgan bo'lsa, misol uchun Amerika YouTube qanday, qiyinmi, osonmi, unaqa o'zi birinchidan o'ylab o'tirmaslikni maslahat beraman. Misol boshida qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin bitta siz o'sha pul yechib o'zingizga ishonch orttirib olganingizdan keyin hech kim sizni to'xtata olmaydi. Juda oson. Bitta faqat o'sha relsga tushib olish muhim.
u bitta relsga tushib olsangiz bo'ldi. Keyin juda oson tuyuladi. Mana aytayman, 10 ta kanalda bo'lmasa yuritish hozir ekran ortidagi odamlar uchun menga ham shunaqa bo'lgan. Misol, men ham oldin o'sha natijaga chiqmagan paytim boshqalarning podkastini ko'rganman, buncha yechdim, buncha dollar katta pul yechdim deganda, men ham orzu qilganman shuncha kanal yuritishni, lekin aslida unaqa qiyin narsa emas. Orzu qilsa, orzuga yetsa bo'larmikan? Albatta, men ham juda ko'p orzu qilganman. Shu podkast qani, men ham chiqsam, shu mashhur bo'lsam men ham. Juda katta orzu qilganman. Boshqalarga motivatsiya bersan. Nasib qilgan ekan. Zo'r. Gap yo'q. Xudo xolasa bizda niyatimiz ham shu odamlarga shu mana shunaqa ish borligini aytish, o'rgatish, shunaqa ham ish bor, bunaqa bu orqali ham pul ishlasa bo'ladi. Masalan, bizda onlayn kurslarimiz bor, offlayn kurslarimiz bor. Kimdir agar mana Amerika YouTube'ini yaxshi ustozdan, yaxshi mentorlardan, natijasiz ko'p ustozdan o'rganmoqchi bo'lsa, har bir odamni taklif qilib ko'ramiz. Yaqinda bizda yangi kursimizga start beryapmiz, qo'shilib olishingiz mumkin. Offlayn darslarga qiziqadiganlarga Toshkentda, Andijonda, Xorazmda, Urganch shaharlarida offlayn darslarimiz bor. Xudo xolasa Behruzbek bilan kelishib qolsak, Qashqadaryoda ham ochib yubormoqchimiz. Endi kommentariyada fikrni bildirib qolsanglar, taklif berib ko'ramiz. Rozi bo'lsalar, Qashqadaryoda ham offlayn ochib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun bu videoni maksimalni mana shu Amerika YouTube'dan daromad qilishga qiziqib yurgan tanishinglarga, o'rtog'inglarga, jiyaninglarga, kimga bo'lsa tashlab beringlar. Siz sabab bo'lib, Amerika YouTube'ga qiziqib ertaga daromadga kiradigan bo'lsa, sizda ham Behruzbekga o'xshab qarindoshlarini tortganda tortib, ertaga sizga ham foyda keltirishi mumkin. Shuning uchun har bir qilayotgan ishimiz orqasida qanaqadir manfaat yo'qsa, odamlarga yordam berishsa, ishimizga doimo baraka kiradi. Rahmat, yo'qdamasdan podkastimizga kelganingiz uchun. Fikrlaringiz bo'lsa, mana shu tomoshabinlarga, yangi boshlovchilarga, o'zingizni masalan men berishimni xohladingiz, lekin bermagan savollarim bo'lsa, o'zingiz bemalol ochiqchasiga ekranda aytib, so'zlaringizni bildirib qolishingiz mumkin. O'sha eng muhimi odamlarga bitta yaxshi ustoz tanlashni tavsiya qilaman o'zim. Chunki ustoz bo'lmaganligi uchun o'zim 2 yil natijaga chiqa olmay yurganman. Bitta ustozni tanlanglar, eng muhimi. Bitta ustoz bo'lsin, ishonchli bo'lsin, halol bo'lsin. Siz doim nimada so'raganingizda sizga yordam qo'lini cho'zib turadigan ustoz bo'lishi kerak doim. Ana o'shanda natija sizda hech qachon kuttirmaydi. Faqat harakat qilishingiz kerak bo'ldi. Bu yoqda faqat harakat, unaqa katta sir yo'q. Siz faqat kontent qilasiz, yuklaysiz, bo'ldi. U yog'ini YouTube'ga qo'yib bering. O'zi YouTube sizda shunday katta darajaga olib chiqib qo'yadi. Nasib qilsa, mana bizning Behruzbek shogirdimiz ham qanaqa qiyin vaziyatdan qanaqa darajaga chiqib, masalan, 1,5-2 yil ichida $25,000 21 yoshli shogird, masalan, odam topishi hazilakam gap emas. Odamlarga 25,000 gapni og'zida sal nima oson tuyulishi mumkin, lekin uni ushlab ko'rgan odam, ishlab ko'rgan odam boshqacha emas o'tadi. Chunki masalan, tasavvur qiling, O'zbekistonda zo'r ishlaydigan odam masalan oyiga $1000 dan ishlasa ham 1 yil $12,000 ishlar ekan. O'zi aslida $1000 ham juda katta pul. U orttirib ishlasa shunaqa. U orttiradigan ro'zg'origa $200 bo'ladi. Siz shu yoshingizda shunaqa daromad qilyapsiz ekan, kelajakda ishlaringizga bundan-da rivoj, xudo xolasa eng zo'r shogirdlarimiz bo'lib, rekordlarni qo'yib, million dollar ishlab, xudo xolasa ota-onangizni hajraga jo'nating, ularga uy sovg'a qiling, mashina sovg'a qiling. Yaxshi duolar qilib qolamiz. Yaqinda rekord bo'ladi. Yaqinda qanaqa natija kutaylik sizdan, xudo xolasa? Xudo xolasa o'zimga plan qo'yganman. Bemalol aytishim mumkin, $100,000 da misol bir oyga harakat qilib ko'rmoqchiman. Rejangiz bor? Reja bor. Reja to'g'ri hozir o'zimga ham katta tuyuladi, lekin misol mana aytdim-ku, podkastga chiqish men uchun juda katta orzu bo'lgan. Misol chiqa olmayman deb o'ylaganman mana. Alloh berdi. U harakat qilsangiz bo'ldi. Sizning qo'lingizdan faqat harakat qilish keladi. U yog'ini Allohga o'ziga qo'yib berish kerak. Natija albatta bo'ladi, harakat qilsangiz bo'ldi. Eng muhimi, Amerika YouTube sizni ishingizga xalaqit qilmay pul topadigan kasblar ichiga kiradi-da. Misol o'zingizda misol davlat ishingizga ham borib kelib, uyga 2-3 soat ishlab pul topa oladigan kasbda bu. Misol u yoq misol bor ishingizni tashab Amerika YouTube'ga kirib ketib natija qila olmay ketadigan kasb emas. O'zingiz boshqa ishingizni ham qilib, bemalol bu ishni ham qilib keta oladigan, misol mana o'qishga borib, uyga kelib bemalol o'sha kontentlarimni qilib, bemalol kanal yuritishga vaqtim yetgan. Shuning uchun harakat qilsanglar, albatta natija bo'ladi. U maqsadni katta qo'yaverish kerak. Qila olmayman, unaqa degan narsalar bo'lmaydi. Hech narsa emas. 1-2 yildan keyin unaqa katta darajaga chiqib ketish. Harakat qilsa bo'ldi endi. Men ko'p takrorlayman, bu Amerika YouTube'i raketa yaratish emas u. Shunaqa. Qanaqadir ixtiro qilmayapti, matematik formula ishlamayapti. Shunchaki kerakli narsalarni takrorlasa bo'ldi. Juda oson. Mana yoshlar, masalan 30 yoshdagilar, 40 yoshdagilar masalan
o'ylab qoladi, men eplay olamanmi, yo'qmi deb. Ana o'zingizni misolingizda, masalan, tog'angizmida, amakingizmida Tog'am, o'zimni tog'amlar. tog'alarga o'rgatibdi, kanalda yurityapti ekan, katta nishida yurityapti ekan, yaxshi rezultatlar qilibdi. Yangingiz ham shunaqami? Shunaqa. Misol o'zim tog'am, man misol endi 50 ga kirdim. Bularni qila olamanmi deb bir og'iz aytgani yo'q. 50 yoshdalar? 50 yoshdan o'tdilar. Zo'r. To'xtash yo'q. Misol harakat qilsa bo'ladi, albatta bo'ladi. U yoshga bog'liq emas bu kasb. Misol men 21 yosh bo'lsam, ekran oldidagi odam misol 30-40 yosh bo'lsa ham bemalol qilaversin. Aytdimki, o'zim tanishlarim ham 30-40, 50 yoshli tog'am ham bemalol hozir YouTube'da bemalol u yog'idan kirib, bu yog'idan chiqadi. Ayollarchi? Ayollar qanaqa? Ayollar ham ba'zida o'zimdan o'tib ketishadi. O'zimni holam o'zimdan o'tib ketadi ba'zida. Xolangiz ham YouTube'da? Bemalol. Ancha natijalari ham misol meniki bilan bemalol raqobatlashadi. Zo'r. Ba'zi payt mendan ko'p ham yechib qo'yishadi. O'zim o'rgatgan bo'lsam ham aytdim, shogird ustozdan o'tmasa shogird emas. Xuddi shunaqa. Biz ham shogirdlarga tilab qolamiz, bizdan tezroq o'tib ketinglar. Shunaqa. Nasibsa mana $100,000 reja qilib turar ekan, bir oyda $100,000. Hozir eshitayotganlar miyasi portlab ketgandir, qanday qilib O'zbekistonda $100,000. Nasib qilsa, o'sha bitta $100,000 hechkamsa yana bitta podkast qilib, qanday qilganini aytib beraman. Zo'r, kutib qolamiz. Xudo xolasa, sizni bu podkastingiz juda ko'pchilik yoshlarga, undan tashqari biz ko'rib turgan boshqalarga, ayollargadir, erkaklargadir ko'pchilikka motivatsiya bo'ladi. Chunki men o'zimni Humoyidin shogirdim bilan surxondaryolik, siz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Balkim siz ham o'shanda motivatsiya olgandirsiz. Qilganmiz, $45,000 pul ishlagan. Hozir masalan YouTube bo'yicha yaxshi bilimlari bor, qilib kelyapti. Mana siz, boshqalar doimo shogirdlarimizga omad tilaymiz. Eng zo'r Amerika youtuberlardan bo'lib, xudo xolasa oilasini orzulariga amalga oshiradigan bo'lsin. Sizga rahmat. Kimdir agar bizni kursimizda o'qimoqchi bo'lsa, opsiyada shu link qoldirib ketamiz. Oybek YouTuber bot degan rasmiy botimiz bor, Telegram bot. Kirib botga startni bosib, ism, familiya, telefon raqamini qoldirib qo'ysanglar, qabul bo'limimiz sizga aloqaga chiqadi. Kimdir bizni hozir shu joygacha ko'rib turgan bo'lsa, demak sizda qanaqadir qiziqish bor, bekorga oxirigacha ko'rmadinglar. Sizda qanaqadir potensial bor-ku, o'tiribsiz shu joyda. Shuning uchun vaqtida gazini bosinglar. Agar yo'q, men tezroq qo'shilmoqchiman desanglar, bizni qabul bo'limini telefon raqami bor. 55lik kod 511 0131. Hozirroq telefon qilishingiz mumkin. Ish vaqtimiz bizda soat ertalab 9 dan kechqurun 7 gacha. Shu oraliqda qilsanglar aloqaga chiqishadi yoki shu bizda botimizdan kirib ro'yxatga o'tib qo'ysalar, o'zlari 24 soat ichida aloqaga chiqishadi. Hammani xudo xolasa kursimizda kutib turamiz. Offline va onlayn kurslarimiz bor. Xudo xolasa siz ham shunaqa shogirdlarimizga natijalar qilishni xohlasanglar, albatta kursimizga qo'shiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga rahmat. Rahmat.